Hamma maqtayotgan makiyaj fiksatorlar rostdan ham shunchalik yaxshimi? Keling, bugun eng mashhurlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Dr. Russelldan fiksator. Suvli effektga ega bo'lib, 20-30 soniya ichida qotadi. Tarkibidagi vitamin C esa yuzga tiniq effekt berishga yordam beradi. Flormardan fiksator. Purkagich juda mayin bo'lganligi sababli makiyajni buzmaydi va yuzda og'irlik hissini qoldirmaydi. Sepilgandan so'ng 15-30 soniya ichida quriydi. Kunlik ishlatish uchun esa eng qulay fiksatorlardan biri hisoblanadi. Komplimentdan fiksator. Yog'li teri egalari uchun zo'r tanlov hisoblanadi. Mat effektini beradi va juda tez qotadi. Fiksator makiyajni yangilaydi, terini namlantiradi va tetiklashtiradi. Ayniqsa issiq kunlarda foydalanish uchun juda qulay. Foreverdan fiksator. Suvli fiksator hisoblanib, sepilgandan so'ng 30-45 soniya kutishga to'g'ri keladi. Terini namlab, pudrasimon ko'rinishni yo'qotadi va makiyajni bir-biriga chiroyli uyg'unlashtiradi. L'Orealdan fiksator uzoq makiyaj uchun ideal tanlov hisoblanib, quruq mist bo'lganligi uchun deyarli namlik sezilmaydi, 3 soniya ichida qotadi. Siz ishlatadigan eng yaxshi makiyaj fiksatori qaysi biri? Nomini izohlarda yozib keting.